Assalomu alaykum. Mening ismim Madina Yo'ldasheva va men qachonlardir atir, ya'ni ifor sotish bilan ham shug'ullanganman va bu menga juda ham yoqardi. Hozir men sizlarga Lambre uslubi degan kitobdan bir parcha o'qib bermoqchiman. Ushbu kitobni Adolat Qudratova rus tilidan tarjima qilgan. Qishda tug'ilgan ayollar atirlari. Bu ayollar o'zlariga munosib ranglar uyg'unligida doimo salobatli va bashang ko'rinadilar. Ushbu o'ziga xos qiyofa ularning ichki dunyosida ham aks etadi. Qishki ayollar tavsifida quyidagi sifatlarni keltirish joiz: bashang, jiddiy, g'ayriodatiy, zodagonlarga xos, salobatli, mag'rur, kibr-havoli. Ular odatda o'zlariga qattiq ishonadilar. Qadrlarini biladilar. Avvalo ishda o'zlarini ko'rsatadilar. Bahorgi tabiatning uyg'onishi, yozning royishligi, kuzning iliqligi bunday ayollarga begona. Ulardan sovuq bosiqlik ufurib turadi. Aynan shu boshqalarni o'ziga jalb etadi. Qishki ayollar doimo haqiqiy zodagonlardek taassurot uyg'otadilar. Ish jarayonida ustamon va bosiqlar. Barqarorlik va obro'-e'tibor ularning eng katta yutug'idir. Qishda tug'ilgan ayollar kuchli shahvoniy biomaydonga ega bo'lsalar-da, ko'kdagi sovuq yulduz kabi qo'l yetmasdek tuyuladilar. Bu ularni yanada sirli, maftunkor va orzudagidek ko'rsatadi. Sovuqqon, mustaqil, qo'l yetmas qishki ayolni shunday ta'riflash mumkin. Unga ko'nglini yumshatadigan, shuningdek sirliligini yanada namoyon qiladigan atirlar munosib. Eng ma'quli tarkibida anbar va mushk, pachuli va sandal daraxti mavjud bo'lgan sharqona muhit hosil qiluvchi iforlardir. Bunday atirlar qisman sal boshqacharoq tarkibli kuzgi ayollarga ham mos keladi. Ularning ham xulq-atvorlariga shahvoniy mayin tarovat xos. Lekin kuzgi ayollardan iliqlik, qishki ayollardan esa sovuqlik ufurib turadi. Qishki atirlar o'ta dabdabali, shirin va achchiq bo'lmasligi kerak. Ularga ko'proq mevali iforlar mosdir. Shunaqa gaplar.